Saharlikga ovqatingiz tayyormi? Voy, bunaqasini hali yeb ko'rmagansiz. Noodatiy taomimizni tayyorlash uchun ishimizni xamir qilishdan boshlaymiz. Iliq suvga dro'ji, shakar, tuz, tuxum yaxshilab aralashtirib, ozgina-ozginadan un solib xamir qilib olamiz. 15 minut tindirishga qo'yib qo'yganmiz. Xamir tinguncha nachinkasiga o'tamiz. Svetofor bolgarskiy, kartoshka, pomidor, tovuq filesi. Hammasini o'rtacha kattalikda to'g'rab olamiz. Qizib turgan yog'imizda birinchi bo'lib kartoshkamizni qizartirib qovurib, keyin tovuq filesini xuddi o'sha yog'da qovuramiz. Aralashtirib bor soya bilan yana ham mazaliroq. Pomidor va svetofor bolgarskiyni ham alohida qovurib olamiz. Tegini o'chirib qo'yamiz. Aralashtirvorlarimga har doim qiziqasizlar. Telegram kanalimda to'liq retsepti bor. Tingan xamirimni xuddi videoda ko'rsatilgandek yoyib, kichkina uydagi bor qozonchangizga xuddi videoda ko'rsatilgan ketma-ketlikda nachinkalarimizni terib chiqamiz. Sir, tovuq, qovurilgan bolgarskiy, kartoshka. Qozonimga yopish qolmasin desangiz, sariyog' surib qo'yish esdan chiqmasin. 220 gradusda 30 minut duxovkaga yuboramiz. Pishiga 5 minut qolganda folgasini ochib qo'ysangiz, shunday qizarib chiqadi. Xo'p, bunisi